Salom do'stlar. Bugun biz sizni avtomobil olamidagi haqiqiy yulduz bilan tanishtiramiz. 2025 yilgi yangi Kia Seltos. O'tirib oling, chunki bu mashina oddiy emas. Bu zamonaviylik, qulaylik va kuchning bir butun uyg'unligi. Korbog' sizni o'ziga rom qiladi, yuragingizni rom ettirib yuboradi. Avvalo dizayndan boshlaymiz. Kia Seltos o'zining oppoq, yaltirab turgan kuzovi bilan xuddi kelajakdan chiqqandek tuyuladi. Old tomondagi keng radiator panjarasi markazida faxr bilan turuvchi Kia logosi sizga, men o'sha zamonaviy texnologiyaga to'la mashinaman deb qaraydi. LED faralari shunchalik o'tkirki, hatto tunda ham sizni yulduzlardan ajratib bo'lmaydi. Yon tomondagi egri chiziqlar va aerodinamik shakllar esa unga o'ziga xos joziba bagishlaydi. Go'yo u yo'lda yurish uchun emas, balki podiumda yaltirash uchun yaratilgandek. Orqa tomonda esa chiroyli chozilgan stop chiroqlari va ikki burchakdagi to'rtburchak chiqish trubkalari unga sportcha ruh beradi. Bu Seltos jim yurmaydi, har bir burilishda o'zini eslatadi, degan fikr beixtiyor xayolingizdan o'tadi. Endi ichkariga kiraylik. Bu yerda sizni haqiqiy VIP zona kutmoqda. Yumshoq charm o'rindiqlar, keng sensorli ekran, atrofni yoritib turuvchi yumshoq LED chiroqlar, bularning barchasi sizni xuddi kosmik kemaning ichida yurgandek his qildiradi. Paneldagi har bir tugma o'z o'rnida sizni charchatmaydigan ergonomik joylashuvga ega. Bu mashina haydovchini emas, haydovchi mashinani boshqaradi, degan so'zlar Seltos uchun yaratilgandek. Texnologiya masalasida ham Kia Seltos hech kimdan ortda emas. Adaptiv kruz nazorati, 360 daraja kamera tizimi, avtomatik tormoz, charchoqni aniqlovchi tizim, yo'l belgilari sensorlari va ovoz bilan boshqaruv imkoniyati. Bularning barchasi haydovchini nafaqat qulay, balki xavfsiz sayohatga chorlaydi. Sizni faqat manzilingizga emas, zavq bilan yetkazadi. Dvigateli esa alohida e'tiborga loyiq, kuchli, ammo jim ishlaydi. Go'yo men kuchliman, lekin keraksiz shovqin chiqarmayman degandek. Tezlikka bosganingizda u sizga yengil, silliq va ishonchli yurish hissini beradi. Hatto notekis yo'llarda ham sizni tebratmaydi, faqat ohista sirgaladi. Past suspenziya esa unga yanada sportcha ko'rinish beradi, xuddi yo'l bilan bitta butun bo'lib ketgandek. Yon oynalardan qaraganda siz nafaqat atrofni, balki o'zingizning aksingizni ham hayrat bilan tomosha qilasiz. Bu menman, Seltos rulida, degan faxrli tuyg'u yuragingizni to'ldiradi. Yon yo'ldan o'tgan odamlar esa boshlarini burib qarashadi, chunki bu mashinani ko'rmaslikning iloji yo'q. Seltos bu nafislik va kuchning mukammal uyg'unligi. U sizga haydovchilik zavqini qayta his qilishni o'rgatadi. Shunday mashina borki, sizni jim hayratda qoldiradi, ammo yuragingizni baland urdiradi. Ana shu Seltos. Uning har bir burchagi, har bir detalida sevgi, did va mukammallik yashiringan. Keling, rostini aytaylik, kim shunday mashinani haydovchi bo'lishni istamaydi? U bilan yo'lga chiqish, bu oddiy sayohat emas, bu hayotdek. Salom do'stlar. Bugun biz sizni avtomobil olamidagi haqiqiy yulduz bilan tanishtiramiz. 2025 yilgi yangi Kia Seltos. O'tirib oling, chunki bu mashina oddiy emas. Bu zamonaviylik, qulaylik va kuchning bir butun uyg'unligi. Korbog' sizni o'ziga rom qiladi, yuragingizni rom ettirib yuboradi. Avvalo dizayndan boshlaymiz. Kia Seltos o'zining oppoq, yaltirab turgan kuzovi bilan xuddi kelajakdan chiqqandek tuyuladi. Old tomondagi keng radiator panjarasi markazida faxr bilan turuvchi Kia logosi sizga, men o'sha zamonaviy texnologiyaga to'la mashinaman deb qaraydi. LED faralari shunchalik o'tkirki, hatto tunda ham sizni yulduzlardan ajratib bo'lmaydi. Yon tomondagi egri chiziqlar va aerodinamik shakllar esa unga o'ziga xos joziba bagishlaydi. Go'yo u yo'lda yurish uchun emas, balki podiumda yaltirash uchun yaratilgan.